Kechir serialining 120-qismi 2025 yil 11 noyabr kuni soat 19 da Sevimli TV kanalida namoyish etiladi. Bu qism tomoshabinlarni yana bir bor hayotiy voqelik, insoniy kechirim va yurak iztirobi bilan yuzlashtiradi. Serial real hayotiy voqea asosida yaratilgani uni yanada ta'sirchan qiladi. Asosiy qahramonlar Ilyos va Nosiba – oddiy oila. Ilyos yo'l Kamaz haydovchisi, Nosiba esa 2 farzandining onasi, sadoqatli ayol. Ammo Ilyosning ikkinchi marta Hamidaga uylanish qarori hammasini o'zgartiradi. Bu og'ir zarbadan so'ng Nosiba sabr kosasini to'ldirib, o'z joniga qasd qiladi. Oradan 3 kun o'tgach, uning kundaligi topiladi. U yerda Nosibaning har kuni, har alamli lahzasi, sevgisi va azobi yozilgan. Serial mualliflari inson ruhiyatidagi o'g'riqni, ayanchli kechirim va pushaymonlikni juda nozik tarzda ochib bergan. Aktyorlarning samimiy ijrosi har bir sahnani yanada chuqur his etishga undaydi. Yangi qismda Ilyos o'z xatolari bilan yuzma-yuz keladi. U Hamida bilan baxtli bo'ladimi yoki vijdon azobi unga tinchlik bermaydimi? Kechir, bu kechirimning qanchalik og'ir, ammo zarur ekanini eslatuvchi hayotiy doston.